Menga juda ham ko'p savol keladi. Kiyimlarning ichidan hech nima bilmayman deb. Давайте sizlarga ko'rsataman. Итак, hamma get ready with me olsa, biz unready with me qilib olamiz. Yechinamiz endi. Ko'rayotganlarda kiyim tegdi, umuman hech nima bilmagan qizlar, aychimda esa Proak Barava bor. Mana shuncha kenglikda qaranglar, oshib qolganini, Proak Baravadan, shuncha belimdan yog'lar ketganini qaranglar. Ko'rayotganlarda pastki qismini yechib oldik, endi tepa qismini yechamiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi, hammasini yechib oldim qizlar. Ko'rayotganingiz kiyim tegdan umuman hech nima bilmaydi. Chiroyli kiyimlar kiysanglar, chotga turadi qizlar, umuman bilmaydi. Mana ko'rayotganingiz Proak Barava bemalol kiysanglar bo'ladi. Qo'rg'arali yo'q, umuman kiyim tegdan вообще bilmaydi qizlar. 3 ta qatorli bo'ladi. Kim qo'lida, oyog'ida, bo'ksasida, qornida osilgan qorin, semizlikdan chiqqan qorin, tug'ruqdan keyin qorin bo'lsa, обязательно shuni har kuni 8 soatni kiyib yursanglar, juda ham zo'r qilib santimetr объемlardan ozasizlar. Tug'ruqdan keyin qorinlarimni, imенно shu korsetlarimni kiyib har kuni 8 soatda erinmasdan kirgizib olganman. O'shaning uchun ikkita bola tuqqanga o'xshaman qizlar. Zakaz uchun pro so'zini kommentariyaga yozinglar. Natijalarini esa shu aktualida o'qisanglar bo'ladi.